Bugun sizlar bilan Buxoro tarixidan ham qadim tarixga ega, Buxor xudotlarining maskani bo'lgan, qum ostida qolgan shahar Varaxsha tepa tarixini ko'rib chiqamiz. Varaxsha qadimiy shahar xarobasi Buxorodan 40 km shimoliy g'arbda Dashti Urganjiyon ko'lining qadimiy Rajfandun vohasida hozirgi Jondor tuman hududida joylashgan. Varaxsha maydoni 9 ga va balandligi 10-20 metrli ulkan tepalik shaklida saqlangan. Qadimiy Buxoro me'moriy yodgorliklar makoni va olis tarix xazinasidir. Bu shahar kun sayin o'zining 1000 yillik o'tmishining yangidan-yangi tafsilotlarini ochib beradi. O'zbekiston Fanlar akademiyasi, Milliy arxeologiya markazi olimlari, Nyu-York universiteti olimlari bilan hamkorlikda Buxoro viloyati Jondor tumanidagi Varaxsha massividagi arxeologik va madaniy meros obyektlarida tadqiqot olib bormoqda. Aynan shu yerda noyob arxeologik yodgorliklar eramizning 1000 yilligi boshlariga oid qadimiy Varaxsha manzilgohi joylashgan. Bu qadimiy qo'rg'onga ega bo'lgan maskan Buxoro vohasida arablar bostirib kelgunga qadar hukmronlik qilgan Buxor xudotlarining asosiy qarorgohi hisoblanadi. Varaxsha qo'rg'oni arablarga qarshilik ko'rsatishda muhim rol o'ynagan. Uning devorlari yaqinida katta va ulug' janglar bo'lib o'tgan. Tarixchi Narshahiy 10-asrda qadimiy Varaxsha shahri haqida shunday yozgan: bu yerda podshohlar qarorgohi bo'lib, uning yonida mustahkam qal'a joylashgan edi. Chunki podshohlar bu joyni bir necha bor mustahkamlaganlar. Qishloqning avvalgi devorlari Buxoro devorlari bilan barobar edi. Varaxshada 12 ta ariq bor. Qishloq Buxoro devori ichida joylashgan. Shuningdek, go'zal saroy ham bo'lgan. Uning go'zalligi tillarda doston bo'lib, 1000 yillar muqaddam Buxor xudo tomonidan qurilgan. Varaxsha saroyining o'zi bevosita qadimiy shahar janubiy qal'a devorlari yaqinida qal'aning g'arbiy tomonida joylashgan. Saroy binosi milodiy 5-asrda qurilgan va 4-asr boshlarigacha mavjud bo'lgan. Saroy binosi bir qatorda joylashgan katta tantanali zallardan iborat bo'lib, uning go'zal manzaralari bilan bezatilgan. Podshohlar tasvirlangan, podshoh qabullari va noyob hayvon ovlash jarayonlari tasvirlangan. Dastlabki arxeologik qazishmalar vohada 1930-yilda arxeolog Shishkin tomonidan olib borilgan. Yaqinda O'zbekiston va AQSh olimlari tomonidan olib borilgan qazishmalardan so'ng mis, bronza, kumush va qo'rg'oshindan yasalgan 100 dan ortiq metal buyumlar topilgan. Taxminlarga ko'ra, buyumlar eramizning 11-12 asrlarga tegishli. Ayni paytda bu buyumlar qayta ta'mirlanmoqda. Kelgusida bu buyumlarga O'zbekiston madaniy merosi laboratoriyasida zaruriy ishlov beriladi. Undan qolgan tepalik faqat ko'hna qal'a yotar huvillab, men boqaman yurakda hayrat, shamol esar g'uvillab. Hozirgi kunda ushbu qadimiy yodgorlik atroflari axlat bilan to'lgan, qarovsiz ahvolda qolgan bo'lib, agar biz harakat qilib asrab avaylamasak, kelajak yoshlar uchun yetib borish ehtimoli juda ham past. Bugungi kunda imkoniyat bizning qo'limizda ekan, biz mana shunday tarixiy me'moriy joyni kelajak avlod uchun asrab avaylashimiz va yetkazib berishimiz kerak. Unutmang, tarix oldida siz biz barchamiz mas'ulmiz. Ushbu video orqali biz sizni tariximizni asrab avaylashga unday olgan bo'lsak, Varaxsha tepalikni ta'mirlab yoshlarimiz kelajagi uchun asrashimiz kerak. Buxoro